Xitoy Kommunist hukumatı Sharq Turkistonda Uyg'urlarni chet elda o'qigan degan bahona bilan tutqun qilib jazolashni davomlashtirmoqda. Zimiston to'rining 23-iyul xabar qilishicha, magistrlik o'qishni g'albalik tamomlagan Uyg'ur qizi Aygul Ali Xitoy tarafidan xohlagancha tutqun qilingan va hech qanday adiliylik tartibdan o'tkazilmasdan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Onun ailesidagilarning bildirishicha, u magistrlik ilmiy maqolasi uchun banki buxgalterlik sistemasida Xitoy va Turkiya selishtirmasi degan temada tadqiqot olib borgan bo'lib, uning bu maqolasi yoki Turkiyada o'qiganligi uchun tutqun qilinganligi hamda 20 yillik kesilganligi ilgari surilgan. Amerika hukumatı Amerika savdo sohasini Xitoy bilan Sharq Turkiston to'g'risida hamkorlashmaslikka chaqirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Morgan Ortagus 22-iyul Fox xabarining ziyoratini qabul qilganda Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjiri masalasida Amerika savdo sohasi va Hollywoodga chaqiriq va tavsiyalar bo'ldi. U Amerika korxonalarini Xitoydagi majburiy emgak lagerlariga chetilib qolmasligi haqida ogohlantirganligini ta'kidlab, Amerika savdo sohasi, Hollywood va Amerika xalqi bu qo'rqinchli kishilik huquq tajovuzchiligini to'nib yetishimiz lozim dedi. Morgan Ortagus Sharq Turkistonda 2-dunyo urushidan buyon misli ko'rilmagan kishilik huquq tajovuzchiligi yuz berayotganligini ta'kidladi. Amerikaning Xitoyga konsulxonasini taqash uchun bergan muddat to'shqandan keyin Amerika xodimlari Xitoy konsulxonasiga besib kirdi. Amerika Federatsiya xodimlari va yerlik qismlar 72 soatlik muddat to'shqandan keyin Houstondagi Xitoy konsulxonasiga kirdi. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, soat 16 da muddat to'shishga oz qolganda soqchilar atrofga to'siq qurib qamal qilgan. Buningdan necha minut burun Xitoy xodimlari konsulxonadan chiqib ketgan. Muddat to'shib qisqa bir vaqtdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligining xodimlarini o'z ichiga olgan nurg'un soqchi va federatsiya amaldorlari konsulxonaga kirib oqtirish elib borgan bo'lib, konsulxonaning orqasidagi bir eshik majburiy chiqib o'tilgan. Yaqinda Amerika hukumatı tuyuqsiz Xitoyning Houstondagi konsulxonasini taqashni talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Houstondagi bosh konsulxonasining jasuslik va aqliy mulk o'g'irlash markazi holga kelganligini, bu sabablik bu yana taqashni qaror qilganligini aytgan edi. Amerika amaldorlari Singapur fuqarosi John Wey'ni Amerikada siyosiy maslahat berish faoliyatidan foydalanib, Xitoy istixboroti uchun uchur to'pladi deb aybladi. Amerika Adliya ministrligining bayonotiga qaraganda, Dixon Bio debmi ataladigan John Wey'i juma kuni federativ sud mahkamasida bergan bayonotida o'zining jinoyatini e'tirof qilgan va 2015-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy hukumatiga qonunsiz josuslik qilganligini aytgan. U jamoatchilikka ochiq bo'lmagan uchurlarni to'plash va Xitoy istixborotiga yetkazib berish bilan ayblangan. Yeo bayonotida o'zining Amerikaning yuqori darajalik bexatarlik xodimlari bilan aloqalashganligini va saxt xaridorlar uchun doklad besib chiqarganligini aytgan. Yeo 2019-yili Amerikaga kelganda aerodromda qo'lga olingan. Türkiye Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hami Aksoy Gretsiyada Aya Sofiyaning masjidga o'zgartirilib ibodatga echilishiga qarshi o'tkazilgan namoyishlarga qattiq inkos qaytardi. U Gretsiyaning norozilik bildirish bahonasi bilan islom va Turkiyaga qarshi dushmanligini yana bir qatim o'tirg'a qo'yganligini aytdi va Gretsiya hukumatining va parlament a'zolarining xalqni kuchkirtganligini va shalliq bayrog'imizning Salonikda ko'ydirilishiga ruxsat qilganligini qattiq ayblaymiz dedi. O yana egilik huquq masalasida har qanday bir davlatning Turkiyaga ish o'g'itolmaydiganligini aytdi hamda turk millatining irodasi bilan ibodatga echilgan Aya Sofiyaning boshqa madaniyat meroslariga o'xshash Turkiyaga tava ekanligini va Turkiyaning bu mulkni oxirgacha qo'g'daydiganligini ta'kidladi. 86 yildan keyin masjid oldiga qaytarilgan Aya Sofiyada 24-iyul tunji juma namozi o'qildi.